Sevgi iztirobi serialida Ozan Sezin rolini ijro etgan aktyor Barish Alpaykut 1987-yil 20-iyulda Turkiyaning Istanbul shahrida tug'ilgan. Hozirda u 30 yoshda. U yoshligidan aktyor bo'lishni orzu qilgan. Barish Alpaykut komediya janrida suratga olingan Oqim serialida rol ijro etganidan so'ng mashhurlikka erishgan. Bundan tashqari u tarixiy kinolarda ham rol ijro etgan. Istanbul universitetini tugatgan. Suratga tushishdan bo'sh vaqtlarida Barish futbol o'ynashni yaxshi ko'radi. Suzish bilan shug'ullanib turadi va dzyudoga qatnashadi. Uning shaxsiy hayoti haqida ma'lumotlar yo'q. 2015-yildan beri Karasevda Sevgi iztirobi serialida Ozan Sezin rolini ijro etgan.